Turşu joyida turib chorvachilikda bayağı 25 bin chorvachilikka bu постоянно rais bo'ladi. Chorvachilikka 15 million so'mgacha bera olamiz. Yo'q, 18% yo'qmi? yo'q. U 3 ta yo'nalish. Issiqxona, qo'ziqxona yetishtirish, asalarichilik. 3 yo'nalish beradi. Bu yigit bir joyda ishlamaydi. Onasiga qaraydi. Onasi yo'q. Shuning uchun uy sharoitida постоянно 2 ta, 3 ta sigir qiladi. 26% ko'pdi bu. Birovlar ana cholasalar qancha o'shunaqa yaxshi chola qiladigan odamlar kerak emas. Bizda u yo'nalish aniq belgilanganda, yo'nalish aniq belgilangan. Boshqa narsa biz uni to'g'rilolmaymiz. Agar u biz bergan pulni boshqa narsa maqsadga ishlatadigan bo'lsa, 8% emas, 29% ga ko'tariladi. Buni anasini delasida kerakli o'ringa berish kerak. O'shaning uchun boyagi aytilgan narsamizni o'zlaringiz kelasizlar, biz o'zimiz sizlarga tavsiya berishimiz uchun shu yo'nalishlar bor deb, o'shandan o'zlari sizlarga to'g'riladigan yoki o'zlaringiz shug'ullanadigan narsalar bo'ladigan bo'lsa, sizlar Shularni olib qo'yadi. Kerakli sotib bo'ldi. Asalari misol uchun zardorda jam rivojlanmagan bo'lsa, lekin yaxshi effekt beradi o'sha misol uchun.